Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan hozirgi trendda ketayotgan shunaqa pingvinli video yasashni o'rganamiz. Buning uchun bizga Grok programmasi kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib, qaysi joy uchun sizlar yasamoqchi bo'lsanglar, o'sha joy rasmini galereyalarga saqlanib qilib olasizlar. Men Isadora magazini uchun tayyorlamoqchiman. Googledan Isadorani magazini rasmini qidirib topdim va galereyamga yuklab oldim. Sizlar ham qaysi joyga qilmoqchi bo'lsanglar, shu joyi rasmini Google orqali qidirib topasizlar. Va galereyaga yuklab olganimizdan so'ng Grok programmasiga o'tib olamiz. Yanada ko'plab montajlarni, sun'iy intellektda ishlashlarni o'rganishni xohlasanglar, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan avval Ezazan brend uchun ham men xuddi shunaqa pingvin trendini yasagandim. Xo'p, programmaga kirganimizda Imagine bo'limidan galereyaga o'tib olamiz. Galereyamizdan kerakli bo'lgan rasmni tanlab olamiz. Mana Ezazan brend rasmi turgan ekan. Xo'p, bu yerda rasm saqlanib bo'lmabdi. Shuning uchun men screenshot oldim. Mana screenshot olindi. Endi shu turishda shoshilinch tezda men yuklab oldim. Sizlar kerakli joyini galereyada kesib olasizlar. Xo'p, mana birinchi rasm kiritganingizda Grokda avtomatik sizlarga video holatiga keltirib beradi va pastda mana type to customize video, ya'ni o'sha inglizchalab shu yerga prompt kiritish kerak. Shu joyda prompt kiritamiz. Promptlarni mana Telegram yopiq kanalimdan olishinglar mumkin yoki Telegram kanalim kommentariyalarga prompt deb yozsanglar tashlab beraman. Rasm uchun alohida prompt, video uchun alohida prompt yuboramiz. Ko'rib turganinglardek, hozir rasm bo'limida turibman va birinchi bo'lib rasm yasab olaman. Rasm tayyor. Endi xuddi shu rasmni yuqoridagi video belgisiga o'tkazib olamiz. Va video uchun maxsus prompt kiritamiz. Videoni ustiga bosganingizda qalamchada custom yozuvi chiqadi va shu orqali kerakli promptni kiritamiz. 1% dan boshlab 100% ga yetganda videomiz tayyor holatga kelgan bo'ladi. Internet pastligi uchun sekin yuklanyapti. Videomiz mana tayyor. Yuklab olish belgisini bosish orqali galereyaga saqlanib qolishingiz mumkin. Agarda sizlarning telefoningizlar ham pand berib saqlanib bo'lmasa, ekran zapis qilish iloji bor. Videomiz tayyor. Agar birinchi yasagan videoyinglar sizlarga yoqmasa, yana qaytadan promptga kirib bitta nuqta qo'yasizlar yoki bitta nuqtani o'chirib yuborish belgisi tepaga qaratilgan strelkani bosib bitta prompt orqali 4-5 xil video yasasanglar bo'ladi. Ya'ni sizlarga har safar har xil tarzda video yasab beradi, lekin prompt bir xil va video ko'rinishi bir xil bo'ladi. Biroz o'zgartirishlar bilan sizlar uchun har xil variantlarni ko'rsatadi. O'zingizga yoqqanini yuklab olasizlar. YouTube va sun'iy intellektni yanada ko'plab o'rganishni xohlasanglar, YouTuber ayol Instagram profilimga va Telegram kanalimga ulanib olinglar. Kommentariyalarda like bosishinglarni kutib qolaman. Mana bu ikkinchi video, mana bu birinchi video. Agar yuqorida rasm bo'limida tursa, bu rasm yasash bo'ladi. Agar yuqorida video belgisi tursa, mana hozir video prompt kiritilyapti. E'tibor berishingiz mumkin video bilan rasmga.
Videomiz tayyorlanyapti. Albatta sizlar ham o'zinglar yasagan video rasmlaringlarni kommentariyaga yuborib qo'yinglar. Telegram guruhimiz kanal biosida yozilgan. Yoki kommentariyaga yozsanglar, men har bittalarga Telegram kanal silkasini tashlab beraman. Video tayyor bo'ldi. Sizlar ham xuddi shu promptlarni Telegram kanalimdan olib bemalol ishlatishingiz mumkin. Sun'iy intellektlar orqali videolar yasab, YouTube'ga joylab, zo'r daromadlar ishlashingiz mumkin. Qiziqsangiz kommentariyaga yozing.